Zerikayotganlar bormi? Ozgina obzor qilib beray sizlarga. Tapchanimiz 450 mingga beraveramiz. Tez olib ketinglar, mana bu yerda bittasi bordi, olib ketdi Piskentga, xudo xolasa. Bochkalarimiz og'zi ochig'i Instagramga obuna bo'lib kelganlarga 200 ming, og'zi yopig'i 250 ming. Ko'chadan bilmay qolib kelganlarga 1-2 so'm qo'shaveramiz. Obunachilarga doim demak anaqa manfaat bo'lish kerak edi obuna bo'lganiga. Tikadigan mashina so'raganlar bor, juda ko'p. Mana ishlaydigan tikadigan mashina 400 ming taqaladiganini beraveramiz. Oyoqda ishlaydigan. Xo'p, mana qara shotkalar 6 ming, 7 ming kiloga. Stulchiklar mana bu sartaroshlar stulchigimi 250 mingga beraveramiz. Xolodilnik 1,5 million. Gaz plita 500 ming. Vanna 400 ming. Sef 700 ming. Gaz balon 450 ming. Bachoklar bor, uni gaplashamiz. Mana bunaqa narvon qilib ishlatsa bo'ladi mana. Uzun so'raganmi, boshqaganmi ishlaganda tepasiga ozgina taxtasini qo'yib olsa. Tak, buni 500 mingga beraveramiz, narvon qilib. Tepasiga taxtasini ham qo'yib beraveramiz. Tualet eshiklar 100 mingdan beraveramiz. Mana seyflar kerak emas, mana kiloga 7 mingdan beraveramiz. Bochkalardan oxirlar esa beramiz. Ana oxirlar bor, keloringlar. 100 ming moykalar mana. Juda ko'p narsamiz bor. Ko'chamiz biz. Manzilimiz Toshkent viloyati, Nurafshon shahar. Oppoq MFE Burgalik, Oppoq MFE Toshkent yo'li ko'chasi. Burgalik deyshadi eskilar. Xafa bo'lmaysizlar, hamma joy bardak, vaqtimiz yo'q, ulgurmayapmiz. Xudo xolasa mana naveslar tagida yaxshi mebellar bor. Mana bu uyning ichida mebellar bor. Mikroyondagi joyimizda yarim mebellarimiz kilovrasida qilib beramiz. Materiallar kerak bo'lsa, temir materiallar 6 ming 7 mingdan kiloga material ham beramiz. Yaqin joylarga dastavka qilib beramiz. Uzoq joylardan odamlar kelsa, mana eski narsalardan u bu narsasiga kerak bo'lsa, tekinga ortib beramiz. Zapravka qilib kelgan haqqi 50 ming 60 mingga zapravka qilib keladi. Shuni haqqidan berib yuboramiz, xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'lasizlar.